Assalomu alaykum, hurmatli kichkintoy skuter. Sizda bu skuterni boshqarish uchun tegishli hujjatlar bormi? Men oxir kichkintoy skuterman-ku, meni tezligim 25 dan oshmaydi, elektrodvigatelim esa bor yo'g'i 240 vattda. Ha, shunda deng sizda, lekin bosh kiyim shlem yo'q-ku, sizga jarima yozishga majburman. Axir men kichkina skuterman-ku, menga biroz rahm qilsangiz bo'lardi. Kechirasiz, biz qonun doirasida ish ko'ramiz. Marhamat qilib mana bu planshetga imzo cheksangiz. Ha, mayli, imzo qo'ysam qo'ya qolay. Bo'ldi, qolgan hamma narsa joyida. Ha, hujjatlaring to'g'ri. Ketaver. Rahmat, xo'p. Assalomu alaykum, hurmatli skuter. Sizda bu skuterni boshqarish uchun tegishli hujjatlar bormi? Hujjat yana qanday hujjat? Haydovchilik guvohnomasida. Haydovchilik guvohnomasi? Yo'q menda. Ha, shunda deng. Unday bo'lsa skuteringizni vaqtinchalik jarima maydoniga tortamiz. U holda mana bunga nima deysiz? Nima, menga pora taklif qilyapsizmi? Yo'q, shunchaki sizga pul taklif qilmoqchiman. Yo'q, men oddiy xizmatchiman. Siz berayotgan pulni ham olmayman. Axir siz qoidadan ham buzib kelyapsiz. Me'yordan belgilangan tezlikdan juda yuqori kelyapsiz. Unday bo'lsa meni akaxonim bilan gaplashingchi. Alo? Aha, ha. Bo'ldi. Qani unda ketdik jarima maydoniga. Kechirasiz, bo'ya akamga telefon qilganingizda akam sizga nima dedi? Agar yo'l harakat qoidasini buzgan bo'lsa, qonunda belgilangan barcha choralarni ko'ring dedi.